Qizlar yaxshimisizlar? Qizlar charchamayapsizlarmi? Qizlar ovozimga ahamiyat bermaysizlar. Qizlar mana yangi katalogimizdan kecha 2 kun bo'ldi. Buni уже ishi kuchga kirganiga 2 kun bo'ldi. Kecha rosa zakazlarim ko'p bo'ldi. Mana zakazlarimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Shu korobkam to'la zakaz edi. Shu korobkamdagi hamma zakazlarim kecha hammasi sotilib ketdi. Faqat shu sharqviy dezodorantlarim qoldi qizlar. Bu yog'i kulli isyapti. Bularga ham rosa talab ko'p bo'lyapti. Mana bu 50 mingdan sotilayotgan sharqviy dezodorantlarimiz qizlar mana bu yangi katalogimizda shunaqa mana 50 mingdan sotilayotgani yangi katalogimizda sizlarga ko'rsataman. 67 mingdan chiqibdi. Skidka narxida 50 mingdan sotayotgandim. Mana sizlarga ko'rsataman. Ochib oling mana qizlar hozir. 50 ming narx qatta-yu 67 ming qatta qizlar. Bittasinglar qancha ishlatsanglar bo'ladi. Tak, hozir. Qarog'ida shekilli. Tovarlarim tugadi. Endi xudo xolasa shanba kuni yana yangi tovarlar olib kelaman. Men zakaz qilinganlarni. Ana o'shanda qizlar zakaz kerak bo'lsa bersanglar bo'ladi. Mana qizlar yolg'on deb o'ylamanglar. Mana 67 ming, dash 68 ming chiqqan. Chunki hech kim baribir 100 so'm topib bera olmaydi, bilasizlar. 68 mingdan chiqqan mana shu narsalar. Bular ham rosa ko'p edi qizlar, hammasi sotilib ketdi. Mana shulari qoldi. Shu sharqviy dezodoranti bittagina 100 so'mini, essential bittagina 100 so'mini, bu ham 37 mingdan chiqqan. Bu 26 ming paytda. Bundan oldingi katalogda 26 mingga olganman. Narxini o'zgartirmay sotaman qizlar, shu narxda sotaman. Bitta mana bu vazelinimiz, balzamchamiz qoldi. Bundan yana zakaz qilaman, chunki shunaqa foyda bo'lyapti. Oddiy yaraga surib qo'ysam shunaqa zo'r bitqizar ekan qizlar. Shunaqa kecha klientlarimiz aytdi, "Opa, shundan oldim. Rahmat katta" deb aytishdi, chunki bog'chada bolalari yiqilib tushib yara bo'lgan ekan, kelgandan keyin surib qo'yuvdim. Shu qo'nagan joyini yara qilib, o'sha adasi ishdan kelguncha bitib qoldi, zo'r bo'lib qoldi. Zo'r narsa ekan, faqatgina sho'ralagan joyiga emas ekan, opa, zo'r ekan deb o'tib bildirishdi qizlar. Kimga kerak bo'lsa, Telegram kanalim bor. Telegram kanalimga o'tib, bemalol murojaat qilishinglar mumkin qizlar. Mana shunaqa katta korobkalarda qizlar ishlamoqchi bo'lganlar ham o'rgataman, murojaat qilaveringlar. Bemalol sotolmayman deb o'ylamanglar. Ikkilanib ishga kirayotgan mijozlarimiz ham, konsultantlarimiz ham indamasdan 700 ming, 1 millionlik zakaz urib sotishyapti qizlar. O'shaning uchun sizlarga maslahatim bunaqa ikkilanmanglar. Bemalol Telegram kanaliga yozinglar qizlar, men o'rgataman. Ishlash qiyin emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.